Oylik to'lovlari 5 million 200 ming so'mdan subsidiya evaziga boshlang'ich 14.500 dollar to'lov qilib Toshkent shahar, ya'ni Sergeli Bobur mahallasidan 2 xona tayyor uyimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bugun biz Sergeli Bobur mahallasiga kelganmiz. Arendar sifatida aytib o'tishim mumkin. Bu yog'i Moshina bozor, bu tomoni 2-metro bekatiga yaqin joylashgan. Bu yerda hozir 2 xona 12-etajda 58 kvadrat metr uyimiz bor. Xohlasanglar subsidiya xarid qilishinglar mumkin. Subsidiya bo'lmasa bitta pasport evaziga birlamchi ipoteka qilib xarid qilsanglar ham bo'ladi. Hozir sizlarga shu uyimizni obzor qilib beraman. Bismillah, biz obzorni boshladik. Hurmatli obunachilar, kiraverish, Fayzli xonadon. Kirgandan keyin katta prixoshkamizni ko'rishinglar mumkin. Uyimizning remontlari toza holatda. To'g'rida esa kuxnyamizda joylashgan, ya'ni ayollar sevimli xonasi. Bu yoqda двухпунктный котел joylashgan, issiqlik tizimi suvdan muammo bo'lmaydi. Bonusiga gaz plita, postomoyka qo'shib beriladi. Panoramniy oynadan tashqari qismida narujniy balkon, iyi ko'rib turibsiz, to'g'rimizda chiroyli atmosfera, pastda mashina qo'yish uchun parkovka, bolalar o'yingohlari bor. Bu tomonda esa to'g'rida yana kiraverish asosiy eshigimizni ko'rishinglar mumkin. Keyin katta prixoshka, uyimizda 12-etajda joylashgan, 16-etajli dom. Bu tomonda spalniyamizda, ya'ni 5 ga 3 razmerda kattalar yotoqxonasi joylashgan, to'g'rida zalimizda joylashgan 7 ga 3 razmerlari. Zalimizning kattaligini ko'rdinglar, bemalol mehmon kutib oladigan joyi. Hurmatli obunachilar, uyimizda 58 kvadrat metr, bemalol kelib kirib yashaydigan joyi. To'g'rida esa sanzelimizda joylashgan, sanzel smishiniy holatda deputat kafelar qilib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, bunaqa narxga menimcha Bobur mahallada uy bo'lmasa kerak. Past nomerlar qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishinglar mumkin. To'liq ma'lumot lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.